Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu Xitoydan tarqagan koronavirusi va u keltirib chiqargan COVID-19 kasalniki navbatdagi vatandagi ahvol to'g'risida o'zimniki ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Әмді әміміздің xabar olgandagidek yaqinqi 10 kundan ortiq vaqt ichida vatanda bu asli az to'la jimigan bu COVID-19 kesili, ya'ni qaytadan qo'zg'alib, Xitoy hukumatiniki vatanimizda qattiq kontrol qilish siyosati ilib berishga sabab bo'lgan. Hem de bununki keynida qandaq ishlar bor, ras mushu kesal sababdan Xitoy hukumati shaharlarni taqab shundaq bir qattiq tadbir ilib o'tamdi va yoki uning keynida mushu kesalni sabab qilgan, bana qilgan boshqa bir omillar bormi degan jihatda men o'zimniki mushu yaqindan beri kuzatib kelayotgan ba'zi ahvollarga asosan o'zimning ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Hammalarning xabar olgandagidek mushu 7-oyninki 17-kunisi Fushtumtut mushu Urumchiga qatnaydigan barliq aeroplanlar to'xtatilgan bo'lib, uning sababi mushu Xitoydan tarqagan shu koronavirusi yoki COVID-19 kasalniki Urumchida Fushtumtut bayqilishi. Yani bu yuqumlanish bizniki bütün vatanda Xitoy hukumatininki dokladga asoslangan vaqtida allburun tamamen kontrol qilgan bo'lib, bu qitim mushu Qozog'istondan kirgan bir qism mehmonlarniki Urumchida o'tkazilgan to'yga qatnashishi sababidan Urumchida bu kasal qaytadan qo'zg'algan deb e'lon qilgan. Shu bayqagandan keyin bu Xitoy hukumati jiddiy bir tadbirlarni qo'llanib aeroplanlarni to'xtatgan. Uningdan keyin Urumchidan boshlangan bu qattiq siyosat vatanning ko'plagan shaharlarga tarqab 10 necha shahar butunlay yoki bir qism taqalib xalqninki turmushiga, ya'ni qaytadan zo'r bir qiyinchiliklarni paydo qilgan. Yaqinqi bir necha kunning ichida chiqayotgan xabarlarga qaragan vaqtida Urumchida mushu vaboni davolaydigan mushu vaqtliq doktorxona silayotganligi ma'lum. Endi bu Xitoy hukumatininki e'lon qilgan soniga asoslansak, hozir hamda bütün vatanda mushu yangidan diagnoz qo'yilgan yuqumlanguvchi 200 ga yetmaydigan bo'lib, jami 8796 adam yuqumlanish ehtimoli bor deb kuzatish ostiga ilingan, biroq rasmiy diagnoz qo'yilgan odam 200 ga yetmaydi. Unda qolsa bu 200 ga yetmagan odam nima uchun shunchalik bir jiddiy holatni paydo qilib qo'ydi? Bu bizningki o'ylab beqishimizga tegishlik masala. Hem de hammaylar bilimiz, bütün dünya miqyosida bu vaba tiz tarqavyapti. Yani yenidan yuqumlanguvchilar kuniga 200 mingdan 250 ming orasida ko'payyapti. Hem shundaqla nurg'un davlatlar bu vaboninki qaytadan qo'zg'aldiganligini o'tir qo'yib kelganlik uchun Yevropadagi va boshqa qit'alardagi bir qism bu vaboni biroz yaxshi kontrol qilgan davlatlarmi bu vaboninki o'zida qaytadan qaytib kelish
dan saqlanish uchun kuchli tadbirlarni elyapti. Amerikadami bu vaba shu 5-oylarda xili kontrol qilindi deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin 6-oyning oxiri 7-oylardan boshlab yana qaytadan ig'irlashib ketdi. 3-4-oylarda eng ko'p bo'lgan vaqtida kuniga 25 mingdan ko'paygan bo'lsa, hozir qaraydigan bo'lsak 70 mingdan ashta ko'payyapti kuniga. Mushundaq bir ahvol ostida. Hamda Xitoyda bu kasallikki qaytadan qo'zg'alishi tabiiy va muqarrar ish. Undaqda bizningki vatanda bayqalgan bu 200 ga yetmaydigan uy yuqumlanuvchilarga nisbatan nima uchun Xitoy hukumati bundaq tadbirlarni oladi? Biz nimadan andish qilishimiz kerak? Agar biz diqqat qilgan bo'lsak, 6-oyning 3-kunisi mundaq bir xabar chiqqan, ya'ni Xitoydagi eng cho'ng gin tadqiqot şirketi shu bizningki vatanda shu korona virusiga oid gin tadqiqot markazi qurdiganligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu xabar 6-oyning 3-kunisi o'tirg'a chiqqan. Yani bu şirket, Xitoydagi bu BGI deb atalgan bu şirket bizningki vatanda shu 2016-17dan boshlab asosan hamma odamning gin alayliklarini to'plab bo'lgan. Endilikda bo'lsa, bu gin alayligi aslidagi gin alayligidan kengayib, shu koronavirusi bilan munosabatlik gin ombirni qurib chiqish uchun tayyorgarlik qilayotgan bu şirketdan. Bu xabar yuqorida men degandek 6-oyning 3-kunisi chiqqan. Endi bu chet eldagi ba'zi axborot o'rinlari bu şirket to'g'risida xili ko'plagan tekshirishlarni ilib borgan. Yaqinda Amerika jazolamoqchi bo'lgan vatan bilan munosabatlik 11 şirketning ichidami bu BGI degan şirketninki Urumchidagi tarmoqi bor bo'lib, endi bu şirketninki shu vatanda shu koronavirusiga oid gin bankisi qurish bilan hozirgi shu vatanda shu koronavirusni bana qilib qattiq siyosat qo'llanish, yana hamma odamlardan qaytadan shu virusga oid tekshirish ilib boramiz deb hamma odamni uyga solab, ulardan o'rnak ilayotgan ishlari bilan orasida bir bog'lanish bormi yo'qmi? Meningcha bu bizningki o'ylanib beqishimizga arziydigan muhim bir ish. Undan boshqa shu Xitoy hukumati 7-oyninki 10-kunlardan boshlab shu Qozog'istonda tarqalayotgan shu koronavirusi va u keltirib chiqargan COVID-19 kasalini bu Wuhandan tarqagan koronavirusidan farqli bir kasal, uningki ahvoli aslida Wuhandan tarqagandan ig'ir deb shundaq tashviq qilish orqali Qozog'istonda tarqalayotgan bu kasallikni Xitoyda tarqalgan aslidagi koronavirusdan farqli bir kasal ekanligini o'tirib qo'yishgan. Buningga Qozog'iston hukumati qattiq norozilik bildirib, u kasallarniki hammasininki shu COVID-19 kasal ekanligi, ya'ni Xitoyninki Wuhandan tarqagan shu koronavirus bilan o'xshash kasal ekanligini o'tirib qo'yishgan. Bu jihatda shu 7-oyninki 10-11larda xili ko'p xabarlar bor.
Keyin bu Qozog'istondagi tarqalgan o kasalliklarningmi shu koronavirus ekanligi isbotlangan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumatı o'ziniki grajdonlarga yanala Qozog'istondagi o kasallikni kelish manbasining aniq emasligi, Xitoy tarqalgan burungi koronavirusning farqli kasal ekanligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Endi men buni nima uchun o'tirib qo'yman degan vaqtida bu qitim Urumchida tarqalgan bu vaboni Qozog'istondan kirgan deb qarag'achqa, ya'ni bu kasallikni aslidagi Wuhandan tarqalgan virus bilan jiq munosabati yo'q. Bu kasal chet eldan kirgan, ya'ni Qozog'istondan kirgan deyish orqali o'ziningki mas'uliyatidan qochmoqchi bo'layotganligi meningcha bu axborotlardan, bu xabarlardan aniq ko'rib olishga bo'ldi. Shu sababdan men bu uchurlarni qarindoshlarningki o'ylab beqish uchun sundim. Onundan keyin, ondan boshqa hamda shu 3-oyninki 10-kunisi Dünya Sayyat Tashkilotininki tor betida mavjud bo'lgan shu Xitoyninki dorilar, ya'ni an'anaviy jungiy dorilarga nisbatan bir ogohlantirish ne ilib etgan. Ya'ni aslida Dünya Sayyat Tashkilotining tor betida shu jungiy dorilarni ichishninki ziyonli ekanligi ko'rsatilgan bo'lib, bu 3-oyning 10-kunisi Dünya Sayyat Tashkiloti Xitoyni xo'sh qilish uchun bu o'ziniki sayfisidan shu an'anaviy jungiy dori ziyonliq degan bu bayonotni ilib tashlagan. Bu Xitoy ichida ikki xil talash tortishni keltirib chiqargan. Birinchisi bu Xitoy hukumati bu jungiy dorini bu koronavirusiga eng unumlik dori deb tashviq qilayotgan mezgilda nima uchun Dünya Sayyat Tashkiloti bu jungiy dori ziyonli deydi degan bo'lsa, yana bir qism odamlar nima uchun bu aslidagi bu bayonotni ilib tashlaydi? Bu cho'qim Xitoy hukumatini xo'sh qilish uchun yoki Xitoy hukumatiga xo'shamad qilish uchun degan ko'z qarashlar o'tirg'a chiqqan. Undan keyin 3-oyninki 23-kunisi Jungo hukumati riyosatchiligida shu jungiy dorininki shu koronavirusni davolashdagi unumi to'g'risida bir Go'yandan bir yig'in ochgan. Shuningdan e'tiboran butun Xitoyda shu korona virus bilan yuqumlangan yoki shu COVID-19 kasalligiga giribtor bo'lganlarga bir tutash shu jungiy dorisini ishlatishni talab qilgan. Maqsad nima degan vaqtida bu dorini shu butun dunyo miqyosida bu vabo tahdid yaratayotgan bir mezgilda, ya'ni alayda unumlik dorisi yo'q deb qarayotgan mezgilda shu to'polangdan to'qach o'g'irlab shu jungiy dorini butun dunyo miqyosiga kengaytish ni maqsad qilgan bo'lib, buning uchun Xitoy hukumati cho'qim xalqni qoyil qilarligidek bir sonliq ma'lumotga ehtiyojliq. Shu sababdanmi bu dorini Xitoy hukumati nihoyatda kuchab tashviq qilib kelgan. Endi bu qitim bu bizningki Urumchini markaz qilgan vatanda bayqalgan bu vaboga nisbatanmi Xitoy hukumati her bir adamdan, mayli o yuqumlangan bo'lsin yoki bo'lmasin, her bir adamdan shu dorini ishni talab qilgan. Buni hozir Xitoyning o'zining axborotiga qaragan vaqtidami Urumchida
bu dorining ichish nisbati 100%ga yetgan. Ya'ni butun Urumchi nüfusiga bu dorini ichish talab qilgan. Hamda bu yerda balkim bu vaba mushunchalik qattiq kontrol qilish ostida balkim kontrol bo'lishi mumkin, tugishi mumkin. Oxirida Xitoy hukumati balkim bu kontrol bo'lishningki yoki boshqalarningki bu viruslar yuqumlanmasligininki sababini hammasini balkim mushu ishkizgan Jongi dorisiga Jongi dorisi sababidan deb qarab bu Jongi dorisini butun dunyoga kengaytirish uchun bir sonliq ma'lumot yaratishi mumkin. Bu hozirga qadar men izlab ko'rgan bir ehtimolliklar. Endi bu yerda nima uchun bu shuncha oz sonda bir yuqumlang'uvchiga shunchalik qattiq bir siyosat qo'llanib butun xalqni uyga so'laydi degan vaqtida endi biz hammamiz bilamiz Xitoy hukumatiga nisbatan odamning sog'lomligi, odamning hayoti muhim emas, lekin bu kasalni biz yaxshi kontrol qildik degan bir obrazni yaratish yoki bo'lmasa vatanda mushu o'ziningki Jongi dorilarini sinab qilish, anandan keyin boshda men deb o'tgandagidek mushu bizning vatanda butun xalqningki gin o'rnaklarini qaytadan to'plab mushu koronavirus bilan genninki orasidagi bog'lanish tadqiq qilish orqali uningdan bir sonliq ma'lumot 11 yasash meningcha bu qitimqi bu tadbirlarniki asosliq maqsadi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Undaqda biz nima uchun andish qilamiz degan vaqtida meningki o'zimningki ko'z qarashda biz eng cho'ng andish qildiganimiz men yuqorida deb o'tgandagidek shundoq bir g'arazniki yoshirilishi va u g'arazning bizningki xalqimiz ichida amalga oshirilishi, ya'ni sinov qilishi bo'lsa, ikkinchidan anandan keyin mushu xalqni uylariga so'lash jarayonida nurg'un kishilar ochliqdan yoki turmush qulaysizlikdan qiynalishi. Anandan keyin eng muhim bo'lgani agarda bu virus vatanda keng tarqab ketsa yoki tarqatilsa bu virus kengayib lagerlarga kirgan vaqtida birinchidan lagerdagi insonlarniki hayotiga tahdid ilib kelsa, ikkinchidan Xitoy hukumatiniki yuqorida men deb o'tgan bu tadqiqot tajribalariga nisbatan nihoyatda yuksak bir sinoq maydoni paydo bo'lishi mumkin. Biz mushu sabablardan andish qilishimiz yoki bo'lmasa bu ahvollarni xalqaroga elib chiqishimiz muhim deb qarayman. Chunki bularningki oxiri hammasi berib, ya'ni shu iqtisodga taqishidi. Chunki hozir butun dunyo miqyosida bu vabaniki dünya nüfusu bütün dünya miqyosi kengayib, dünya nüfusuniki 60-70% yuqumlanish ehtimoli bor deb qarg'an vaqt bir ahvol ostida qaysi davlat bu vaboga nisbatan o'zgacha bir yangilik yaratib, o'zgacha bir mulozimat bilan boshqalarni ta'minlab bera olsa, bu nihoyatda cho'ng bir iqtisodiy kirim keltiradigan bir projekt. Shunga Xitoy hukumatimi meningcha bu jihatdan hargiz bo'shashmasligi mumkin, chunki ularga nisbatan odamniki o'zining xalqininki sog'lomligi va hayoti muhim emas, balki hokimiyatning muqimligi bilan shu hokimiyatni muqim qilib turgan
iqtisod muhim. Şuna meningki ko'z qarshimda Xitoy hukumatiniki yuqorqidek ba'zi maqsad va g'arazlari bu qitimqi mush yuqumlanishninki kengayishning orqa ko'rinishi bo'lishi mumkin. Həmənlərinin anlığınızlara köpdən-köp rəhmət. Mən bu toğrısıdakı özəmniki mülahizimni və göz qarashlarımni müşədə toxtatmaqçı. Əgər mən yəni yeni uçurlarga ega bolsam, sizlər bilan ortaqlaşıb turma. Xeyri xoş, Xudoga amanat.